Humans tugatilmoqda. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 14-oktyabrdagi qarori bilan Humans mas'uliyati cheklangan jamiyat bankrot deb topilgan. Korxona faoliyati 2025-yil 4-noyabr kuni tugatilgan. Chirchiqda ko'p-to'kni olaman deb daryoga tushgan 15 yoshli bola vafot etdi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. AQSh va Rossiya fazogirlari kosmosdan Qozog'istonga qo'ndi. Kema Qozog'istonning Jeskazgan shahri yaqinidagi dasht hududiga qo'ngan. Iskandariya qirg'og'ida qadimgi Misr qayig'i topildi. Qayiqning uzunligi 35 metr bo'lib, u hashamatli bezatilgan. AQShda samolyot avtomobil bilan to'qnashdi. Avtomobilni boshqarayotgan ayol shifoxonaga yotqizilgan. Samolyotdagilar esa jarohat olmagan. Xitoylik Terminator roboti o'z muhandisini nokaut qildi. T-800 robotining nomi Terminator filmlari seriyasidagi afsonaviy kiborgga ishora qiladi. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.